farzandim gapirmayapti deb mutaxassisga olib bordingiz. Mutaxassis u bilan shug'ullandi va lekin siz yana uyga kelib, qo'liga telefon, planshet berdingiz va bola ortiqcha harakat qilmasa, uning gapirishini hali ancha kutasiz. Unutmang, avval jismoniy harakat, so'ng nutq. Agar farzandingiz gapirishi kechikayotgan bo'lsa, u holda e'tiboringizni uning tiliga emas, ko'proq tanasiga qaratishingiz kerak. Kam harakat bola kech gapirishni boshlaydi. Gap shundaki, bosh miyada nutq markazi va harakat markazi yonma-yon joylashgan bo'ladi va ular o'zaro bog'langan bo'ladi. Avtomobilni haydashdan oldin uni yoqish kerak bo'lganidek, nutq rivojlanishi uchun avval bolaning jismoniy harakatlariga ahamiyat berishimiz kerak. Chunki jismoniy harakatlar nutqning yoqilg'isi hisoblanadi. Bola yugursin, yursin, sakrasin, yuqoriga chiqsin, pastga tushsin, hamma narsani ushlab ko'rsin, uloqtirsin. Xullas, harakat va yana harakat qilsin. Ana shunda bolaning nutqi o'z vaqtida rivojlanadi.